Assalomu alaykum obunachilarim. Bugungi koreys tilidan o'tadigan darsimiz imlikka va imnida mavzusi. Imlikka va imnida naunga qo'shiladigan holatlardan bittasi bo'lib, bu so'zimizning, ya'ni birinchi naunga emas, ikkinchi naunga qo'shiladigan grammatika hisoblanadi. Masalan, bu aslida nimaga ishlatiladi? Buning ishlatilishi, birinchi ishlatilish qoidasi formal holatlarda ishlatiladi. Formal, ya'ni rasmiy suhbatlarda juda ham ko'p ishlatiladigan grammatika hisoblanadi. Imlikka nimaga qo'shiladi deb so'rasangiz, imlikka bo'ldimi, bu so'roq gaplarga qo'shiladi. Ikkinchisi esa imnida bo'lishli gaplarda qo'shiladi. So'roq va bo'lishli. Agar imlikka bilan savol berilgan bo'lsa, imnida bilan javob beriladi. Bu yerda jurnalist bilan bir odam gaplashyapti. Bu yerda intervyu bo'lyapti. Intervyu va bu holatda jurnalist aytyaptiki, Steven Shin Miguk saram imlikka. Steven Shin degani insonni ismi siz deb gapirilmaydi koreys tilida. Insonni ismi aytiladi va nun qo'shiladi. Steven Shin Miguk degani Amerika. Saram inson, ya'ni amerikalik degan ma'noni bildiradi. Va saramga, bu yerga saramga imlikka qo'shilyapti. Imlikka. Men aytdim, imlikka bu so'roq gaplarga qo'shiladi va bu so'roq qism bo'lib ketdi va Steven Shin, ya'ni siz amerikalikmisiz deyapti. Va ne chonun mibuk saram imnida deyapti. Ya'ni bu imlikka bilan savol berdimi? Javob imnida bilan albatta bo'lishi shart. Steven Shin'in haksin imlikka. Steven Shin'in haksin imlikka. Steven Shin, siz o'quvchimisiz? Ne chonun haksin imnida. Ha, men o'quvchiman. Steven Shin haksin imlikka. Bu yerda haksin degani o'quvchi yoki studentga nisbatan ishlatiladi. Va ne bilan tugadimi yo unli bilan tugadimi, undosh bilan tugadimi farqi yo'q. Imlikka imnida qo'shiladi. So'roq qismi qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni o'quvchimisiz demoqchi bo'lsangiz, imlikka bo'ladi. Steven Shin haksin imlikka. Steven Shin o'quvchimisiz? Ne chonun haksin imnida. Ha, men o'quvchiman. Ya'ni imlikka bilan savol berildi va haksin imnida bo'lib javob beryapti. Bo'ldi. Savol qism va javob qism. Ikkita qismga bo'lindi. Bu yeyo bilan nima farqi bor? Bu oddiy so'zlashuv uslubida va imlikka imnida esa formal gaplarda ishlatiladi. Yana aytaman. Yeyo va yeyo bilan farqi buni. Bu imlikka bilan imnida bir xil. Ya'ni ikkalasi teng. Faqatgina farqi ikkalasi ham naunga qo'shilyapti. Tushunarli? Birinchi navbatda aytaman. Ikkalasi ham naunga qo'shiladi. Ikkalasini bir-biridan farqi bu faqat formal gaplarda ishlatiladi. Ya'ni mana jurnalist televizorga chiqyapti, imlikka bilan o'qituvchiga gapirasizmi yo biror mitingda gapirasizmi? Mana shu holatlarda formal holat hisoblanadi va imnida bilan gap tuzasiz. Mannaso paminab sinnida. Bu
sifat bilan fe'lga qo'shilishini keyinchalik o'tamiz. Hozir shart emas. Mana pangap singlimdagi ham shunaqa holat yuz beryapti. Ya'ni formal gap so'zlayapti va javobida nima deyapti? Chonim marikoyimda. Men marikoman. Men marikoman. Agar men televizorga chiqibman, Dinoraman desam, Dinora indida deyman. Men Dinoraman deyman. Tushunarli bo'ldi. Televizorga chiqsam, agar ko'cha-ko'ylarda birortaga tanigan insonlarimga oddiy so'zlash uslublarida gapirsam, Dinora ye-yo deyman. Mana shu holat bilan farq qiladi. Ne, chonin ilbun saram. Saramga indida qo'shildi. Chonin ilbun saram indida. Men yaponiyalikman. Pangap simnida marikoshi. Marikoshining ilbun saram imnikka. Marikoshi, siz yaponiyalikmisiz? Mana saramga imnikka qo'shildi. Misiz degan qo'shimchani berib keladi. Ko'rdingizmi? Endi Julian to'rangsiz saram. Bu gapni yasash uchun qanday yasaymiz? Bu gapni yasashda mana bir Julian chiqib aytyapti. Julian imnida deydi. Ikki Fransiya degani. Fransiya saram qo'shilsa lik bo'lib ketadi va imnida deydi. Shunchaki otga, ya'ni Fransiya saram bu ot. Julian ham bu ot. Otga qo'shilyapti. Imnida. Va men Julianman, fransiyalikman degan gap yasalyapti. Keyingisi Kamal. Kamal imnida. Indo degani Hindiston. Indo saram hindistonlik degani. Indo saram imnida. Hindistonlikman deyapti. Kelli. Kelli imnida. Hojo saram imnida. Avstraliyalikman. Alex chonim Alexi imnida. Kunim imnida. Bo'ldi, umuman qiyin joyi yo'q. Imnidani qo'shib qo'yasiz. Jositin imnida. Kaso imnida. Endi men o'zimni aytadigan bo'lsam, agar chiroyli qilib chonim Dinora imnida. O'zbek. Saram imnida deyman. Mana men Dinoraman, o'zbekman, son singlimman. Son singlimda. Ya'ni o'qituvchiman deyapti. Mavzuimiz tushunarli bo'ldi. Imnika, imnida nimaga ishlatilar ekan? Formal holatlarda gap tuzganda ishlatiladi. Va uning so'roq qismi qanday yasaladi? Imnika bilan yasaladi. Imnika. Va bo'lishli gap imnida bilan yasaladi. Yeyo bilan bir-birini farqi nima ekan? Imnika, imnidami? Bu imnika, imnida bu formal gaplarda ishlatiladi. Ikkalasi ham nimaga qo'shiladi? Nounga qo'shiladi. Buni qoidasi shunaqa. Va biz gap tuzdik. Julian imnida, To'rancha saram imnida. Kamal imnida, Indo saram imnida. Alexa imnida, Kuning imnida. Jositin imnida, Kaso imnida.